Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib bermoqchiman. Umumiy yo'ldan dafn etish bilan bog'liq yangi tartiblar, pensioner vafot etganda qilinadigan ishlar, qaysi harakatlar endi taqiqlanishi, qaysi hujjatsiz pul berilmasligi va eng asosiysi oddiy odamlar qayerda xato qilib qo'yishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz, yoshi ulug' qarindoshlarimiz bor. Avvaldan aytib qo'yaman, bu mavzuda juda ko'p mish-mishlar yuribdi. Kimdir endi pensionerlarni dafn etish qiyinlashadi. Kimdir dafn puli berilmaydi, yana kimdir 25 iyuldan hamma narsa taqiqlanadi deb odamlarni qo'rqityapti. Men esa sizga mutaxassis sifatida buni oddiy tilda, bosqichma-bosqich tushuntiraman. Aslida nima o'zgardi? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Dafn marosimida qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Va xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nimalarni oldindan bilib qo'yish zarur? Iltimos, hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumot odamning eng og'ir paytida, ya'ni yaqindan ayrilgan paytda kerak bo'ladi. O'sha paytda esa hujjat qidirishga, navbatda turishga, qonun o'qishga odamning holi bo'lmaydi. Avvalo asosiy narsani aniq qilib olaylik. Dafn etishning o'zi taqiqlanmaydi. Pensioner vafot etsa, uni dafn qilish, marosim o'tkazish, qabristonga qo'yish, qarindoshlar yig'ilishi taqiqlanmaydi. Gap boshqa joyda. Vafot etgan shaxsni rasmiy qayd etmasdan dafn qilish, o'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnomasiz ish ko'rish, marhum nomidan pensiya olishni davom ettirish, dafn puli yoki kompensatsiyani noto'g'ri odam nomiga rasmiylashtirish, hujjatsiz jasadni boshqa hududga olib chiqish kabi holatlar qat'iy nazoratga olinadi. Oldin ko'p joylarda jarayon biroz odatiy kelishuv asosida yurardi. Masalan, qishloq joylarda odam vafot etsa, birinchi navbatda mahalla oqsoqoli, qarindoshlar, qabriston mas'uli chaqirilardi. Keyin dafn qilinardi. Hujjatlar esa keyinroq tayyorlanardi. Ba'zan o'lim haqidagi ma'lumotnoma bir necha kundan keyin olinardi. Ba'zan pensiya kartasi marhumning uyida qolib, qarindoshlar bu oy pensiyasi tushgan ekan, xarajatga ishlatdik deb pulni yechib olishardi. Ba'zan esa vafot etgan pensionerning dafn puli yoki oxirgi oylik pensiyasi bo'yicha kim haqiqatan dafnni qilgan, kim xarajat qilgan, kim merosxo'r, kim qarindosh ekani aniqlanmasdan to'lov talab qilinardi. Yangi tartiblarning asosiy maqsadi shundaki, dafn jarayoni tartibli, hujjatli va shaffof bo'lishi kerak. Davlat organlari uchun eng muhim masala inson vafoti o'z vaqtida qayd etilsin, pensiya to'lovi noto'g'ri davom etmasin. Dafn uchun ajratiladigan pul haqiqatan ham dafnni tashkil qilgan shaxsga berilsin. Qabristonlarda joy ajratish bo'yicha tartibsizlik bo'lmasin, sanitariya va tibbiy talablar buzilmasin. Bu nima uchun kerak? Chunki amaliyotda turli holatlar uchraydi. Masalan, pensioner vafot etadi, lekin uning o'limi darhol rasmiylashtirilmaydi. Pensiya kartasiga yana bir oy pul tushadi. Qarindoshlar bu pulni yechib oladi. Keyin pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotlar tekshirganda marhumga vafotidan keyin ham pensiya to'langan degan holat chiqadi. Bu pul keyin qaytarilishi talab qilinadi. O'yla esa biz bilmagandik deydi. Lekin qo'nda bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Yana bir misol, bir kishi onasini dafn qiladi. Dafn xarajatlari uchun 6 million so'm sarflaydi. Kafan, transport, qabriston ishlari, marosim, boshqa xarajatlar. Keyin dafn pul olishga borganda boshqa aka-uka ham pul bizga berilishi kerak deb chiqadi. Agar hujjatlar aniq bo'lmasa, dafnni kim tashkil qilgani, xarajatni kim qilgani isbotlanmasa, nizo boshlanadi. Yangi tartiblar ana shunday nizolarni kamaytirish uchun ham kerak. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, men buni oddiy qilib tushuntiraman. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, siz 3 ta narsani oldindan bilib qo'yishingiz kerak. Birinchisi, vafot holatini kim rasmiy tasdiqlaydi? Ikkinchisi, dafn uchun kim ruxsat va hujjat beradi? Uchinchisi, pensiya va dafn puli bo'yicha qayerga murojaat qilinadi? Birinchi masala o'limni tibbiy tasdiqlash. Inson vafot etganda eng avvalo shifokor yoki tez tibbiy yordam chaqiriladi. Agar odam uyda vafot etgan bo'lsa, o'zi kasal edi, yoshi katta edi. Hammamiz bilamiz deb hujjatsiz dafn qilish to'g'ri emas. Tibbiy ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Bu hujjatda o'lim fakti, taxminiy yoki aniq sababi, sana va vaqt qayd etiladi. Ayniqsa, o'lim kutilmagan bo'lsa, masalan, odam kechasi yaxshi yotib, ertalab vafot etgan holda topilsa yoki yiqilib tushgan bo'lsa,
yoki jarohat belgilari bo'lsa, bunday holatda ichki ishlar organlari va sud tibbiy ekspertiza masalasi ham chiqishi mumkin. Ikkinchi masala, FHD yegov yoki tegishli ro'yxatga olish organida o'limni qayd etish. O'lim haqidagi guvohnoma keyingi barcha ishlar uchun asos bo'ladi. Pensiyani to'xtatish, dafn puli olish, meros ishlarini boshlash, bankdagi hisoblarni rasmiylashtirish, mulk masalasini hal qilish, bularning barchasi o'lim haqidagi guvohnomasiz to'liq yurmaydi. Uchinchi masala, dafnni kim tashkil qilganini aniqlash. Bu juda muhim. Ko'p oilalarda hamma birgalashib qildi deyiladi. Lekin davlat to'lovi yoki kompensatsiya masalasida bitta mas'ul shaxs ko'rsatiladi. Masalan, marhumning o'g'li, qizi, turmush o'rtog'i yoki boshqa yaqin qarindoshi. Agar qarindoshi bo'lmasa, qo'shnisi vasiy, mahalla vakili yoki dafnni haqiqatan tashkil qilgan boshqa shaxs murojaat qilishi mumkin. Lekin u o'z shaxsini marhum bilan bog'liqligini va dafnni qilganini hujjat bilan tasdiqlashi kerak bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensionerning bank kartasidan foydalanayotgan qarindoshlarga. Masalan, bobo pensiyasi nabirasi bankomatdan yechib keladi. Bu odatda bobo tirikligida uning roziligi bilan bo'lsa muammo emas. Lekin bobo vafot etgandan keyin kartadan pul yechilsa, bu juda nozik masala. Agar pul vafotdan keyin tushgan pensiya bo'lsa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Agar kimdir yashirib bir necha oy davomida pensiyani olib yursa, bu nafaqat qarzdorlik, balki noqonuniy o'zlashtirish sifatida ham baholanishi mumkin. Ikkinchi, xavotir olish kerak bo'lganlar, hujjatlarni keyinga qoldiradiganlar. Avval dafn qilaylik, keyin hujjat qilamiz degan odat ayrim holatlarda katta muammo tug'diradi. Ayniqsa, jasadni boshqa tuman yoki viloyatga olib borish kerak bo'lsa, tibbiy ma'lumotnoma va tegishli ruxsatlar juda muhim. Masalan, odam Toshkentda vafot etdi, lekin uni Samarqanddagi ota-bobolari qabristoniga qo'ymoqchi. Bunday holatda transport sanitariya talablari, hujjatlar tartibi bo'ladi. Hujjatsiz yo'lga chiqish postlarda yoki qabristonda muammo keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchi guruh aka-uka, opa-singillar o'rtasida kelishmovchilik bo'lgan oilalar, masalan, pensioner ona kichik o'g'li bilan yashagan, lekin katta o'g'li boshqa shaharda. Ona vafot etadi. Kichik o'g'il dafn qiladi, barcha xarajatni ko'taradi. Keyin katta o'g'il kelib, onamning pensiyasi, dafn puli, meros hujjatlari mening ishtirokimsiz bo'lmasin deydi. Bunday holatda hujjat va cheklarni saqlash, mahalla tomonidan tasdiq olish, xarajatlarni yozib borish kelajakdagi nizolarni kamaytiradi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz hamma ishni rasmiy qilayotgan bo'lsangiz, shifokor chaqirsangiz, o'limni qayd ettirsangiz, marhumning pensiya kartasidan vafotdan keyin noqonuniy foydalanmasangiz, dafn puli uchun to'g'ri hujjat topshirsangiz, qo'rqadigan joy yo'q. Yangi tartiblar odamlarga qarshi emas, tartibsizlikka qarshi ishlaydi. Birinchi misol, yetim tekis yoshli pensioner ota uyda vafot etdi. U har oy 1 million 200 ming so'm pensiya olardi. Oila tez yordam chaqirdi, shifokor o'limni qayd etdi, tibbiy ma'lumotnoma berildi. Ertasiga FHD Yayvoda o'lim guvohnomasi olindi. O'g'li dafni tashkil qildi, shaxsiy pasporti, otasining o'lim guvohnomasi, pensiya ma'lumotlari bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Agar otaning vafot etgan oy uchun olinmagan pensiyasi bo'lsa, u qonuniy tartibda rasmiylashtiriladi. Dafn puli ham belgilangan tartibda beriladi. Bu yerda muammo yo'q. Ikkinchi misol. Maysin 2 yoshli buvi 10 iyul kuni vafot etdi. Lekin oila 15 iyulgacha hujjat olmadi. Pensiya kartasiga 16 iyul kuni pul tushdi. Nabira baribir buvimning puli-ku deb yechib oldi. Keyin o'lim sanasi 10 iyul deb qayd etilgach, tizimda vafotdan keyin pul tushgani ko'rinadi. Bu pul qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Agar nabira qaytarmasa, qarzdorlik paydo bo'ladi. Shuning uchun vafotdan keyin karta bilan har qanday operatsiyani to'xtatish kerak. Uchinchi misol, pensioner amaki yolg'iz yashagan. Qarindoshlari uzoqda. Qo'shnilari va mahalla dafni tashkil qildi. Bunday holatda dafn xarajatlarini kim qilgan bo'lsa, o'sha shaxs yoki mahalla vakili tegishli tartibda hujjat tayyorlab, dafn puli masalasida murojaat qilishi mumkin. Lekin men qo'shnisiman, menga pul bering deyishning o'zi yetarli bo'lmaydi. Mahalla dalolatnomasi, o'lim guvohnomasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, xarajatni tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. 4-misol, ota vafot etgan, lekin uning pensiya kartasi qizida bo'lgan. Qiz otasining vafotidan oldin tushgan, lekin olinmagan pensiyani olishni xohlaydi. Bu yerda farqni bilish kerak.
vafotdan oldin hisoblangan, lekin o'lmagan pul alohida tartibda berilishi mumkin. Vafotdan keyin hisoblangan yoki noto'g'ri tushgan pul esa qaytarilishi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankomatdan shoshilib pul yechish o'rniga avval pensiya jamg'armasi yoki bankdan yozma tartibni so'rash kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat o'lim sanasi. Hujjatda qaysi sana ko'rsatilgan bo'lsa, barcha hisob kitoblari shunga qarab yuradi. Masalan, odam 1-iyul kuni vafot etgan. Lekin hujjat 16-iyul kuni olingan. Bu degani o'lim 16-iyul bo'ldi degani emas. Asosiy sana tibbiy ma'lumotnomada va o'lim guvohnomasida ko'rsatilgan sana bo'ladi. Pensiya, nafaqa, to'lovlar, bank operatsiyalari ana shu sana bilan solishtiriladi. Ikkinchi nozik jihati dafn puli kimga beriladi? Ko'pchilik marhumning farzandiga beriladi deb o'ylaydi. Aslida amalda ko'pincha dafni tashkil qilgan shaxsga beriladi. Bu farzand bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin, qarindosh bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda boshqa shaxs bo'lishi ham mumkin. Agar marhumning 3 farzandi bo'lsa, lekin dafnni faqat bittasi qilgan bo'lsa, to'lov masalasida kelishuv zarur. Keyin pulni u olib qo'ydi degan janjal chiqmasligi uchun iloji bo'lsa, aka-ukalar o'rtasida oddiy yozma kelishuv qiling, kim murojaat qiladi, pul qayerga sarflanadi, kim xarajat qilgan. Uchinchi nozik jihat bank kartasi va ishonchnoma. Pensioner tirikligida farzandiga ishonchnoma bergan bo'lishi mumkin. Masalan, mening pensiyamni olib keladi deb notarial ishonchnoma rasmiylashtirgan. Lekin shuni biling, odam vafot etgach ishonchnomaning kuchi to'xtaydi. Ya'ni menda ishonchnoma bor edi deb vafotdan keyin karta yoki hisobdan foydalanish xavfli. Bu juda ko'p odam bilmaydigan masala. Ishonchnoma tirik odamning irodasini bajarish uchun ishlaydi. Odam vafot etgach, masalan, meros va rasmiy to'lov tartibiga o'tadi. 4-nozik jihat jasadni boshqa hududga olib ketish. Agar marhum boshqa viloyatga dafn qilinadigan bo'lsa, yo'lga chiqishdan oldin tibbiy hujjatlar tayyor bo'lsin. Transport qiluvchi shaxsda o'lim haqidagi ma'lumotnoma, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar. Kerak bo'lsa, qabriston yoki mahalla bilan kelishuv bo'lishi kerak. Ayniqsa yoz oylarida sanitariya talablariga qat'iy qaraladi. 11-iyul sanasi ham aynan issiq davrga to'g'ri kelgani uchun ayrim joylarda sanitariya nazorati kuchayishi tabiiy. Bu odamlarni qiynash uchun emas, infeksiya xavfi, hid transportdagi muammo, umumiy xavfsizlik uchun kerak. 5-nozik jihat diniy marosim va rasmiy tartibni adashtirmaslik. Dafn marosimi diniy urf-odatlar asosida tezroq o'tkazilishi mumkin. Lekin bu rasmiy hujjat kerak emas degan emas. Dinimizda ham tartib, adolat, birovning haqqini yemaslik muhim. Agar hujjatsiz dafn qilinib, keyin pensiya yoki meros masalasida janjal chiqsa, bu marhumning o'rtidan ham oilaga og'irlik bo'ladi. Shuning uchun diniy odatlarni hurmat qilgan holda rasmiy jarayonni ham bajarish kerak. 6-nozik jihat qarzdorlik va ortiqcha to'lov. Ba'zida pensioner vafot etgandan keyin ham tizimda to'lov avtomatik davom etib ketishi mumkin. Oila esa buni davlat berdi, demak olish mumkin deb o'ylaydi. Yo'q, har bir tushgan pul qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. Agar keyin ortiqcha to'lov aniqlansa, davlat uni qaytarishni so'raydi. Masalan, 3 oy davomida har oy 20.500.000 so'mdan pensiya tushgan bo'lsa, jami 4.500.000 so'm qaytarilishi kerak bo'lishi mumkin. Bu pul sarflanib ketgan bo'lsa ham qarzdorlik qoladi. 7-nozik jihat. Meros bilan dafn pulini aralashtirmang. Dafn puli meros emas. Marhumning uy joyi, omonati, avtomobili, yer uchastkasi meros masalasi bo'lishi mumkin. Dafn uchun beriladigan to'lov esa boshqa maqsadga ega. Dafn xarajatlarini qoplashga yordam berish. Shuning uchun merosxo'r bo'lmagan shaxs ham agar dafnni tashkil qilgan bo'lsa, ayrim holatlarda dafn puli uchun murojaat qilishi mumkin. Aksincha, merosxo'r bo'lgani bilan dafn xarajatini qilmagan odam avtomatik ravishda dafn pulini olishga haqli deb hisoblanmasligi mumkin. 8-nozik jihat hujjatlardagi ism familiya xatolari juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda katta muammo. Masalan, pasportda To'xtayev, pensiya hujjatida To'xtayev, tibbiy ma'lumotnomada To'xtayev deb yozilgan bo'lsa, tizimda mos kelmaslik chiqadi. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1942 yil, boshqa joyda 1943 yil bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjat olayotganda har bir harfni tekshiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, vafot sanasi, pasport ma'lumotlari to'g'ri yozilgan bo'lsin. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Bu qismni eslab qoling yoki yaqinlaringizga yuboring.
Birinchi qadam. Oiladagi pensionerlarning hujjatlari qayerda turganini biling. Pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq ma'lumotlar, bank kartasi, tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'yicha hujjatlar, agar bor bo'lsa vasiylik yoki ishonchnoma qog'ozlari tartibli joyda tursin. Odam vafot etganda hujjat qidirib, shkaf ag'darish juda og'ir. Ikkinchi qadam, pensionerning bank kartasidan kim foydalanayotganini aniqlang. Agar ota-onangiz pensiyasini siz yechib bersangiz, bu masalada halol va ehtiyotkor bo'ling. Ular tirikligida roziligi bilan yordam berish boshqa, vafotdan keyin pul yechish boshqa. Oila a'zolariga ham tushuntiring. Vafotdan keyin karta bloklanishi, to'lovlar tekshirilishi, ortiqcha olingan pul qaytarilishi mumkin. Uchinchi qadam, vafot holatida darhol tibbiy xizmatga murojaat qiling. Uyda vafot bo'lsa shifokor chaqiring. Kasalxonada vafot bo'lsa, kasalxona tibbiy hujjat beradi. Kutilmagan yoki shubhali o'lim bo'lsa, mustaqil ravishda dafnni boshlab yubormang. Tegishli organlarning xulosasi kerak bo'lishi mumkin. Bu nafaqat qonun talabi, balki keyinchalik oila a'zolarining o'zini himoya qilishi uchun ham kerak. To'rtinchi qadam, o'lim guvohnomasini rasmiylashtiring. Tibbiy ma'lumotnoma marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjati. Murojaat qiluvchining hujjati bilan fodiyaga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali o'lim qaydini amalga oshiring. Qaysi hududda qanday tartib bo'lishi mumkinligini mahalla. Tuman fodiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan aniqlashtiring. 5-qadam, dafnni kim tashkil qilayotganini oldindan kelishib oling. Agar farzandlar ko'p bo'lsa, men boraman, sen hujjat qil. Pulni keyin bo'lishamiz deb og'zaki gap bilan qolmang. Hech bo'lmasa telefon yozishmalarida yoki oddiy yozma shaklida kelishib qo'ying. Kim dafn xarajatini qiladi, kim davlat organlariga murojaat qiladi, kim hujjatlarni saqlaydi. Bu keyin janjalni kamaytiradi. 6-qadam, xarajatlarni yozib boring. Men har bir narsaga chek talab qiling demayman. Chunki daf marosimida hamma xarajat ham chek bilan bo'lmasligi mumkin. Lekin asosiy xarajatlarni yozib boring. Transport qancha bo'ldi? Qabriston ishlari qancha bo'ldi? Kafan va zarur buyumlar qancha bo'ldi? Marosimga qancha ketdi? Agar chek, kvitansiya, shartnoma bo'lsa, albatta saqlang. Bu ayniqsa qarindoshlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lsa muhim. 7-qadam, pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy to'lov organiga murojaat qiling. O'zingiz bilan odatda quyidagi hujjatlarni oling. Murojaat qiluvchining pasporti yoki ID kartasi, marhumning o'lim guvohnomasi, marhumning pensiya olgani haqidagi ma'lumot, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat. Agar kerak bo'lsa, dafnni tashkil qilganlikni tasdiqlovchi mahalla ma'lumotnomasi yoki dalolatnoma, bank rekvizitlari. Har bir hududda qo'shimcha talab bo'lishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin telefon qilib so'rang. 8-qadam, bankka murojaat qilishdan oldin holatni aniqlang. Marhumning hisobida pul qolgan bo'lsa, uni oddiy karta paroli bilan yechib olishga shoshilmang. Bankdan rasmiy tartibni so'rang. Ba'zi mablag'lar meros tartibida olinadi. Ba'zilari pensiya organi orqali aniqlanadi. Ba'zilari qaytarilishi kerak bo'lishi mumkin. Eng xavfsiz yo'l yozma yoki rasmiy maslahat oling. 9-qadam, agar marhum yolg'iz bo'lsa, mahalla bilan ishlang. Yolg'iz pensionerlar bo'yicha mahalla juda muhim rol o'ynaydi. Qo'shnilar, ijtimoiy xodimlar, mahalla raisi yoki mas'ul xodim dafnni tashkil qilishda dalolatnoma tuzishi, qarindoshlarni aniqlashi, hujjatlarni rasmiylashtirishga yordam berishi mumkin. Agar siz qo'shni sifatida yordam qilayotgan bo'lsangiz, hammasini og'zaki emas, mahalla orqali rasmiylashtiring. 10-qadam, shubhali takliflardan ehtiyot bo'ling. Afsuski, og'ir paytda ham hujjatni tez qilib beraman, dafn pulni chiqarib beraman, pensiyani olib beraman deb pul so'raydigan odamlar uchraydi. Rasmiy to'lovlar uchun faqat davlat organlariga, bankka, FDYOga, pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Begona odamga karta, PIN kod, pasport nusxasi, bank SMS kodini bermang. Yana bir muhim maslahat. Pensioner tirikligida oila ichida moliyaviy masalalarni tartibga solib qo'ying. Kim bank kartadan foydalanadi? Kim dorilarni olib keladi? Kim hujjatlarni saqlaydi? Qaysi farzand favqulodda holatda mas'ul bo'ladi? Bularni oldindan kelishib qo'yish uyat emas. Aksincha bu mas'uliyat. Chunki eng og'ir paytda odamlar hissiyot bilan qaror qiladi va xatoga yo'l qo'yadi. Demak, 25 yildan daf etish bo'yicha gapirilayotgan yangi tartiblarning mohiyati shuki, pensionerlarni dafn qilish taqiqlanmaydi, lekin hujjatsiz.
tartibsiz o'limni qayd etmasdan marhum nomidan pensiya olishni davom ettirib, dafn puli yoki ijtimoiy to'lovlarni noto'g'ri rasmiylashtirishga yo'l qo'yilmaydi. Eng muhim qoida avval tibbiy tasdiq, keyin o'lim guvohnomasi. Keyin daf va pensiya bo'yicha rasmiy murojaatlarni tartibli bajarish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bu gunoh oilangizdagi yoshi ulug' insonlarning hujjatlari tartibdami? Pensiya kartasidan kim foydalanadi? Favqulodda holatda kim qayerga boradi? Shularni aniqlab qo'ying. Bu yomon niyat emas, bu hayotiy ehtiyotkorlik. Agar sizda shunday vaziyat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Dafn puli olishda qiynalganmisiz? Pensiya kartasi bo'yicha muammo bo'lganmi? FHDG yoki pensiya jamg'armasida qanday hujjat so'rashgan? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi pensioner bo'lgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot odamga bugun kerak bo'lmasligi mumkin, lekin ertaga juda zarur bo'lib qolishi mumkin.